Bugünkü günde Tataristan'da gana tugul, umuman Rossiya territoriyasında yaş bollar arasında ayrılıklar sonu arta. Bu görünüşte bireyler cemiyetdeki hallerini gayblese, ikincileri ise yaş bollarının ikisi iki dinde bulun takilli. Bu işrakta oylan aklına dinin yığıntısı nindiyken, bu turda biz Kumara rayonu İmam Muhtesibi Radik Hazret'ten söyleşiriz. Radik Hazret, bugünkü sahife bizden şunday sıradan başlısı ile, İslam dinindeki kişi başka dindeki kişi bilen nikahlaşa alamayken. Endi Allohning rahmati bo'lsin. Bu büyük muhim so'rov, chunki bugungi kungina tugul bizga qadamda bu masala endi bek aktual bo'lgan. Qatnash nikohlar deb ataladi, ya'ni boshqa dindagi kishilar, masalan, musulmon bo'lmagan yigit masalan musulmon qizini uylandi deb aytganda yoki kirsincha mana bu ishroqda narsa sharga deganda, albatta bizni dinimiz ruxsat etadi musulmon yigitini musulmon bo'lmagan qizni olirga. Ana indi terbiyelep, ana İslam dinini anlatıp, İslam dinine kundururga. Müslüman bulmagan yigit, Müslüman kızga ilanırga tileyken bu vakitte elbette bizimde Müslüman bulmagan yigit bilen söyleşemiz. Yani sen İslam dinini kabul etesin, sen din boyunca yaşay başlaysanma. Çünkü bizge indi ruhsat etilmey, Müslüman kızını mesela Müslüman bulmagan yigitke kiyovga bergeni için şulay son degende. Çünkü gaile ol özü bir devlet, özü bir devlet. Çünkü devletni tuzganda ana o'zining konstitutsiyasi borga tiyish bo'lgan shekilli bu gaile tuzilganda da ana endi o'zining tartibi borga tiyish. Ham o tartiblar odatda ne uchun musulmon degan shart qo'yamiz? U shu shariat qonunlari bo'yicha hukm etilajak. Erning dinlar haqlari o'talmay yoki xotinning dinlar haqlari o'talmaykan, albatta bunda islom dini nechik qo'sha, o'sha qonunlar bo'yicha endi hal etilajak. Agarda biz aytamiz-ki, mana islom bo'yicha enim sen shunday bo'lib tiyish, singlim sen shunday bo'lib tiyish deganda, agarda endi yigit kishi aytayotgan, "Yosh bo'lmaz, men sizning dinda tugul" deb biz ana narsa ayta olamiz, bir so'z ayta olamiz. Demak, biz bu dinda yomag'ini tuzgan davlatni yo'g'dan tarqatirga tegish bo'ladi. Alloh taolo ruxsat etsa, demak, eng yaratmagan ishi Alloh taoloning o'z tanlovi. Shunga ko'ra har ishning boshina qarab, boshidan durust yo'nalish berib jiberga kerak. Shunga ko'ra biz yoshlardan oldin söylashamiz, kelishamiz, fikrlashamiz. O'zingiz necha o'ylaysiz, ularning fikrlarini albatta birinchi o'ringa qo'yamiz. Hammalarga endi durust fikrni yetkazishga tirishamiz. Hammalar o'zlari so'raydilar, narsa ishlariga nechik bo'lardi, nechagarak yaxshiroq bo'lar, nechagarak o'ng'ayroq bo'lar. O'zimning praktikadan bo'ldi, ikki yigit masalan, ular bilan islom to'g'risida söylashdik, birisi Chuvаш yigiti edi, birisi Rus yigiti masalan. Ular bilan din to'g'risida söylashdik, aralashdik. Ular İslam'dan anladılar, namazın nasıl ekranı anladılar, orazanın bütün tertibini anladılar. Şundan la ilahe illallah'ı aytib, şulaytır mesela, onlarga nikah okudık. Onlar indi biz oilamizni şu İslam kanunları boyunca tüzüdük. Bunday bo'lsa, şu İslam kanunları boyunca bizim ara hukm etilecek deb şu fikrini qabul etdilerini, o şunun için kerak. Albatta endi Rossiya ko'lam bo'lsa, Tatariston ko'lam, dunyo ko'lam, u oila qurila ekan, ularga kerakmi? Yigit bilan qizni vaqtlashandir, mavzu deb yo'q. Şu devletdan, şu zo'r tarixiy voqeadan so'ng yana bolalar tug'ildi. U bola o'zi bir turmush, o'zi bir yozmish. Shunga ko'ra biz buni birinchi qarorga tegish kerak. Biz buni jiddiy qarorga tegish. Bolalar yetim qolmasin uchun, shular bilan parlar ayrilmasin uchun, ayrilish shartlari bo'lmasin uchun, ya'ni turmush qiymatlari, oila qiymatlari ular yoshlarimizga solinga tegish, oiladan, ya'nidan ular kichkinadan shu tarbiyaning yo'lida o'sarga tegish. Albatta endi masalan musulmon bilan Hristiyan bilan boshqa dindagi boshqa din o'z kishisini topa olsa, albatta eng xayrisi albatta o'z millati bilan bo'lsa, masalan, men qarshi kelmayman millataro nikohlarga da, lekin endi eng xayrisi chunki o'zlarining xulqlarini bilalar, mentalitet deb aytamiz, shunday bir-birini anglaydilar, bir yerlik, bir havo, bir suv, bir quyosh degan shekilli. Mana shu bütün holatni ko'z oldida tutib, albatta Alloh taolo va xalaqnakum azvaja deb men sizni bor etib yaratdim. Shunga ko'ra har bir por o'zining endi yorim topsa, o'zining yori bilan porlashsa, o'z xalqidan, o'z yerligidan bo'lgan, o'z tilida söylashuvchi, o'z dinidan bo'lgan ul ko'pga xayrdir inshaalloh. Ham bu nikohda endi barakatli bo'lar Alloh bersa. Radik Hazret, javoblarınız için Allah'ın rahmeti olsun, sizga kelesi uchrashuvlarga qadar. Amin, Allohning rahmati bo'lsin, nasib bo'lsin inshaalloh.